do'stlar, bugun biz ko'chada shaxsiy xavfsizlikni ta'minlash uchun nimalarga e'tibor berishimiz haqida o'rganib olamiz. Birinchi qoidamiz: har dam atrofingizni kuzatib boring. Agar biror narsa shubhali ko'rinsa, o'zingizni ehtiyot qiling. Ogohlikni oshiring. Yo'lni kesib o'tish uchun doimo belgilangan joylardan foydalaning. Piyodalar uchun mo'ljallangan svetoforning yashil chirog'i yonganini ko'rganingizdan keyin yo'lni kesib o'ting. Qorong'u tushgandan keyin uyingizdan chiqmang. Agar chiqib qolgan bo'lsangiz, odamlar ko'proq to'plangan va yaxshi yoritilgan joylardan o'ting. Bu sizni xavfsiz qiladi. O'yin maydonida o'ynayotganingizda doim xavfsizlik qoidalariga rioya qiling. Agar sizni biror narsa qo'rqitsa yoki xavotirga solsa, yaqinlaringiz yoki ota-onangiz bilan bog'laning. Tezkor aloqa qilish xavfsizlikning muhim qismidir. Agar shoshilinch vaziyat yuzaga kelsa, shoshilinch xizmatlarga qo'ng'iroq qiling. Ular sizga yordam berish uchun har doim tayyor. Har doim do'stlaringiz bilan birga yuring. Bu sizni ko'chada yana ham xavfsizroq qiladi. Agar biror kishi sizga g'alati muomala qilsa, darhol u joydan qoching. O'zingizni xavfsiz his qiladigan joyga boring. Ana shunday qilib, biz ko'chada shaxsiy xavfsizlikni ta'minlash uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerakligini o'rganib oldik. Doim ehtiyot bo'ling. Bu sizning xavfsizligingizni ta'minlaydi. Tabiiy fanlar bilan o'qish va o'sishda davom eting.